Hozir amakim rosa bor. Faqatgina ko'p joyga davolandingiz, a? Yo'lga bordim. Jizzaxga. Ha. 500 ming kilas, uradi. O sekinlar urmayapti, davolayapti. Umurtqangizni urdi. Ha, foyda bo'lmadi. Ha. Boychina bordim, oyog'imni bosdi. Sandalga solib, foyda bo'lmadi. Ha. O'g'illarimdan pul olaman, o'zimni pensiyam ketadi, xudoga shukur 4 million 5 million pensiya olaman. Ammo foyda yo'q-da. Keyin YouTube'da sizni ko'rib. Qarang, o'zi og'ir shikoyatingiz nima edi? Oyoqlar uvishardi. Juda sinir. Ha. Shunda tortib qoladi. O'tirg'ish neri tortardi. Inka yuraman. Ha. Bir o'zim yashayman uyda. Ha. O'g'illarim kelar, kechqurun ketib qoladi-da. Yig'layman gohida. Shunday og'riydi, chidolmayman. Keyin YouTube'da ko'rdim sizni peredachingizni. Ham qo'shnim yotib ketgan ekan, ko'rib bordim-da, dubash qildim. Aha. Dubash qildim. Shu keyin shu ichib ketdi. Hammasi yaxshi. Non yemayapman. Shu 2-3 ming oldin bir qoshiq soldim, keyin 2 choy qoshiq solgandan keyin ta'sir qildi. Shundan keyin kallalarim ganga kirdi. Yaxshi bo'ldi. Ochildi. O? To'g'ri gap dedi. Ha. Kallalarim ochildi. Yuraman, shu suyagim meni. Qizim dedi, xudoga shukur, meni yaxshiman dedim. Ha. Ancha yaxshiman dedim. Shundan keyin keldim-da sizga yana. Qarang, haligi shu paytgacha mana bizga kelguningizcha qancha vaqt davolandingiz? 3 yil. 3 yil. Denovga bordim, yoqda yotdim. Ha. Sirdaryoga bordim. Ha. So'ng bordim. Jarqo'rg'onga 2-3 yotdim. bundan qanchalik ketib qoldi keyin bu 3 yilga? 100 yillik milliondan qo'yib ketdi. O'g'illarimni ota man pul yeydi. Davolaning deydi. Davolan deydi. Bir foyda bo'lmayapti. Ashun kuladi. Ukolni olaman. Yaxshi. Bir gram foyda yo'q. Bir gram. İyi. Qarang, hali mana masalan siz bizni YouTube'dan ko'rganingizdan keyin necha pul sarfladingiz bizga? YouTube'da ko'rganingizga? Bepul-ku. Bepulmi? Ana paynet ketdi.